Barchaga salom, siz tomosha qilayotganingiz S Music telekanalida Cine Media dasturi. Bugun bizda yana o'zgacha son, maxsus son. Bugun bizda mehmon bor. Kim deb o'ylaysiz? Rejissyor, klipmaker, serqirra ijodkor Sunnat Namozov. Assalomu alaykum Sunnat aka. Yaxshimisiz? Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bemalol tomoshabinlarimiz bilan salomlashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Sizlar bilan yuzma-yuz Oynajahonda ko'rib turishganimdan bag'oyatda xursandman. Sizga ham rahmat taklif uchun. Biz shu ozgina kammi ko'pmi ijod qilganimizni e'tiborga olib chaqirganingiz uchun sizga ham rahmat. Siz ham tashrif uchun rahmat. Ko'rsatuvim kino olami yangiliklari haqida. Men to'g'ri siz chaqirishimdan maqsad bilib turibsiz nimaligini. Hamma kutayotgan Dacha filmi. U kino yangiliklari bir 5 minutlik lavha qilib o'tib ketsam bo'lardi. Alohida suhbat qurgim keldi shu Dacha filmi haqida. Shu endi qachon hamma kutayotgan Dacha filmi, hamma qiziqayotgan. Shu endi boya aytganimdek, qachon uylanasan degan savoldan ham qiyin ekan bunga javob topish. Chunki bizni shu 9 oy bo'ldi mana bu kino protsess bo'lganiga. Kinoyimiz tayyor, lekin men o'zim sal kaprizniroq odamman. Rangi mana 6-marta bo'yalyapti. Grafichskiy mana shunaqa sound mastering tomonlari bor. O'shalarga ozgina kaprizniroqman. Shu zo'r bo'lib, chunki biz o'zbek tomoshabinlari ham yaxshi mahsulot ko'rishga haqqimiz bor-da. Qachongacha u chet el Xorazm chet elligi bo'lsa yotib yalashimiz kerak. O'shaning uchun xudo xolasa aprelda oxirsiga mo'ljallab turibmiz. Bu ruxsatnoma berilishiga ham bog'liq. Ruxsatnomadan keyin kinoteatrlardagi joylarni anaqasi. Xudo xolasa endi qachon bo'lsa ham shu tomoshabinlardan umidvormiz. Qo'llab-quvvatlasa, biz ham o'zbek kinoyimiz rivojlanishiga ularning ham hissasi qo'shilsa shu. Kino anonsini ko'rdik, teaserni ko'rdik. Chet el talabiga javob beradi. Xudo xolasa. Mirshakar akani ko'rsatuvida etdingiz, Netflixga harakat qildingiz. Qanchalik o'xshatdi bu ish? Siz ko'rgan, o'zi hamma ko'rgan teaser u aslida u ham cho'rnavoyda. Mana ko'pchilik maza qilyapti. Asl nusxa emas. Asl nusxa undan ham zo'r, xudo xolasa. Men o'zim odatda montajyor qiladigan ishni o'zim qildim, sababi birinchi tomoshabinning munosabatini bilishim kerak-da. Shuning uchun yana ham zo'r joylari bor, ularni qo'ya olmadim. Netflixga harakat bo'lsa, mana xudo xolasa yaqin kunlarda kinoyimiz inglizcha subtitrlari bilan bitgandan keyin biz Istanbulga uchamiz. Xudo xolasa Istanbulda Netflixda o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Sizdan to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi mahsulotni. Ular odatiy ishlab yurgan birga hamkorlar orqali oladi. Biz xudo xolasa Istanbulda o'zimiz bizning ham hamkorlarimiz bor. Ular bilan aloqador переговорlarimiz ketyapti. Birinchi endi ularni ko'ramiz. Agar ular olishsa, biz O'zbekistonda birinchi marta Netflix platformasiga qo'ygan bo'lamiz. Endi ularni juda ham ko'p talablari bor deganim, bizning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan talablari ham bor. Endi u yog'i xudodan. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyor, aktrisalarni e'lon qildingiz. Nega o'zimizni taniqli aktyor, aktrisalarga chiqib ko'rmadingiz, kinoda o'ynab ko'rasanmi deb? Masalan, Alisher Uzoqov, Bobur Yo'ldoshev, Adiz Rajabov, Dilnoza Kubayeva masalan, yoki ular bu kinoda ko'rmadingizmi ularni? Birinchidan u kinoda ko'rmadim. U kinoda men o'zim mana kinoni xudo xolasa ko'rsanglar, so'zlarida hamma narsasida tabiiy bo'lishini tarafdori bo'lganman. So'zlari ham men sening yoningga kelganimda emasda, hayotda qanaqa bo'lsa, keyin to'g'ri, ko'pchilik tomoshabinlar aytibdi, ruscha so'zlar ham bor. Chunki hozir o'zimizda hayotda ko'chada ruscha qo'shib gapiradigan odamlar ham ko'p. Men kinoni tabiiy bo'lishiga tarafdori bo'ldim. Shuning uchun yosh, umidli shunaqalari ham borki, hatto kinoda umuman o'ynamaganlar bor. U qiyinchiliklarni bo'ynimga olib, men ana ko'pchilik ta'rif berishadi menga. Очень рискованный человек deyishadi. Ana xavfli, juda katta risklar qilib turaman. Xudo xolasa ishonchimizni oqladi. Har doim o'zbek kino deganda 3 ta odam gavdalanishi kerak emas-da. Keyin ba'zi bir mashhurlar, endi u Alisher Uzoqov yoki Adiz akamlar emas, ba'zi bir yosh mashhurlarga ssenariyni berganimda hatto o'qishga vaqt topisha olmadi. Endi yaqinda ko'rishib qolganimizda men afsusdaman. Juda ham ko'pchilikda eshitdim. Nasib qilgan. Qozog'iston kino aktyori Azat Jumadil. Ular ham qatnashyaptilar. Azat ular haqida ozgina. O'zi biz Qozog'istonga eksport qilishimiz boshidan bosh planimizda bor edi. Biz o'sha Kinopark degan o'ta katta
kinoteatrlar setini tarmog'i bor, u yerda direktori bor, Erlan aka degan. Ular bilan biz bog'langanimizda kinoni olish jarayonida, bir 10-kunida bog'langanimizda biz mana shunaqa deganimizda ular aytdiki, qarang, bir xalqqa o'zini mahsulotiga bo'lgan poddershkasi qanchalik kuchliligini ular aytayaptiki, agar Qozog'istonda kinoyingni qo'ymoqchi bo'lsang, bitta dona bo'lsa ham qozoq aktyor o'ynamasa kinoyingni bizgilar ko'rmaydi dedi. Biz u talabdan kelib chiqdik, bitta qozoq aktyorlarni 1 2 3 4 tasini ko'rdik, chunki baribir hamma narsa byudjetga borib taqaladi. Keyin Jamoliddin degan akam bilan gaplashib o'tirganimizda bo'lsa zo'ri bo'lsin Azat Jumadilni gaplashaylik dedim. Azat Jumadilni bu yerdagi gonorar narxi kuniga $10,000 ekan. Lekin bizani kinoyimizdan ozgina atrifkani bilan sinopsisni o'qiganda bizda endi hozir ayta olmayman. Juda ham katta skidkada shu anaqada chegirmada tushib berdi. Keyin yaqinda agar Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, biz ovozlashtirish jarayonida Olmaotaga borib Azatga tizerni qo'yib berganimda brat, я так не ожидал dedi. Chunki какой-то o'zbekcha qanaqadir bir mana shunaqa narsa olyapsizlar deb o'yladim. Bunaqa kino hamma shunaqa dedi kommentariyalarda. Ki o'zi ham aktiv bo'lib Instagramlarda hamma joyda storieslariga qo'yib, o'zi yaxshi bola Azatda. U Ilyas prodyuseri ham yaxshi bola. Zo'r. Mana bu mana kinoni shuning uchun aytadi-da, kino xalqlar o'rtasidagi do'stlikka sababchi-da. Endi yaqinda yana ulardan aktyorlar kelishdi-da, eng знаменитый aktyori menga qarab, bitta kino olib birga ishlaylik sen bilan. Chunki sizlar bizani akamiz sizlar. Ular sizlarda 40 million auditoriya bor, bizda 17 millioncha auditoriya bor. Sizlar nimaga kinolaringni rivojlantirmaysizlar degan takliflarni berishdi. Ko'pchilik kommentariyada negativ ham bildirishdi, ijobiy fikr bildirganlar ham bo'ldi. Noveladan ko'ra yaxshi, novelalardan ko'ra yaxshi deyishdi. Endi novella oladigan insonlarni ham men ayblolmayman, chunki hamma baribir tirikchilik qilish kerak. Ularga qo'yilayotgan usloviyadir balki, men bilmayman. Bu televideniya tartib qonun qoidalarini umuman bilmayman, chunki hech bir aralashib bir narsa qilib ko'rganim yo'q. Negativlar ga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Mana shu joyda aytib ketay. 95% odam poddershka qilgan bo'lsa, 5% negativ. 10% deylik, negativ bo'lgan bo'lsa, bu hamma butun dunyodagi katta franšizalarda ham bo'lgan. Mani jahlim chiqib u narsaga munosabat bildirganim ikkita kinoni aytishdi. O'g'irlagansan. Endi siz keyin taqqosladingiz, rasm qo'yib. Shu joyda aytib ketay. Ular aytgan ikkita kinoni ham men umuman ko'rmaganman. Birinchi aytgan kino Spice Boys degan kinosi, u dachamizda yog'och, Rossiyada ham yog'ochli dacha. O'sha fakturasi bir xil, u umuman boshqa narsa. Ikkinchisi Голосовой помощник. Biz avgust oyida syomka qilishni boshlagan bo'lsak, u noyabrda chiqargan. Biza keyin biz oktyabrda montajni bitirib bo'ldik. Ko'rmagan kinoyimizni biz qanaqa qilib yoki rossiyskiy kinematograflar mana buni ko'rib olgan demaydi-yu. Men ssenariy yozish mobaynida eksperiment qilib yozganman-da. Bu kinoda umuman xabar yo'q. Copywriter Hojar degan bitta qizimizni o'tirg'izib qo'yib ofisda. Qimorvoz bo'lsam, qimorvoz bo'lib gapirganman. O'zim yurib bir hafta 10 kun davomida shu bor ideyani ssenariy shakliga keltirganmiz. Mayli negativ bo'lish kerak, lekin bitta narsa, qachongacha biz o'zbeklar bir-birimizni orqaga tortamiz. Biz har doim birdan bo'lishimiz kerak. Kecha menga Otabek Mirzaxolov bitta gap aytdilar. Sen men uchun qahramonsan. Nimaga aytsam? Kino o'lgan paytida, kino yo'q paytida, sen o'zing kvartirada yashab turib 5 milliardcha pulni qarz olib kino boshlaganingda o'zi qahramonlik. U qanaqa kino, nima u? Men xohlaymanki odamlar ham shunaqa deb qarashini. Chunki oddiy bitta kamerada kontent olish ham chuncha odam qo'lidan kelmaydi. Film boshlanishidan oldin menimcha kasting bo'ldi. Hamma roldagilar kastingdan o'tdim shunda. Film janri komediya ham bor menimcha. Behruz aka Vayner mana qatnashganidan shunaqa deyapman menimcha. Balkim siz ham shunaqa deyapsiz. Behruzda to'g'ri yumoristiskiy liniyasi bor. Men nima uchun bu janrga qo'l urdim? Psixologik triller, thrillerda ichida yo'nalish bor, slasher degan. O'sha slasher yo'nalishida. Ochiqchasi.
ochiqchasiga o'sha bo'layotgan har bitta jarohat, u qo'pol narsalarni ochiqchasiga boricha ko'rsatish. Behruz drama kinoni bitirgan. U ham qachonlardir o'sha kinoda harakat qilib ko'rgan. U aktyorda, u faqat komedik rol orqali odamlarga tanilib, o'shandan tirikchilik qilyapti. Bo'ldi. Ammo Behruzga bu taklif berganimda salkam yig'lavordi Behruz xursandligidan. Nimaga? Chunki men har doimgidek qolibda ko'rmadim. To'g'ri. Uni hozirgi kunda nima gap gapirsa kulguga aylanib ketadi. Lekin Xudo xolis tomoshabinlar ko'rsa, har bitta kulgili gapini tagida shunaqa ma'no bor. Behruzning o'zini отдельный liniyasi bor. Shu men o'zi shunaqa hamma ko'rgan rolga odamni ko'ravermayman. Bilmayman, balkim to'g'ri, balkim noto'g'ri. Menimcha muxlislarga yetarli bo'ldi Dacha film haqida ma'lumotlar. 4 ta bosqich bor. O'zbek chet el multfilmlardan, seriallardan mashhur savollar tuzib kelganman. Endi boshlashdan oldin eski o'zbek kinolari haqida ro'yxat aytaman. Tanlagani ketaveradi, tanlamagani chiqib ketaveradi. Tayyor bo'lsangiz boshlayman. Kichkina tabib yoki charxpalak? Charxpalak. Charxpalak yoki maftuningman? Maftuningman. Maftuningman yoki yor-yor? Sakrab ketaverar ekanman, yor-yor. Endi janrlar boshqa, maftuningman musical, bu ham azizgi musikallar bunda, mayli, yor-yor. Yor-yor yoki ulfatlar? Yor-yor. Yor-yor yoki Ergash Karimov uchrashuv? Uchrashuv. Uchrashuv yoki o'tgan kunlar? Uchrashuv. Uchrashuv yoki suyunchi? Suyunchi. Suyunchi yoki chinor ostidagi duel? Suyunchi. Suyunchi yoki temir xotin? Suyunchi. Suyunchi yoki tangalik bolalar? Tangalik bolalar. Tangalik bolalar yoki ko'zlarim yo'lingda? Tangalik bolalar. Tangalik bolalar yoki tog'lik kuyov? Boshqa ikkalasi ikkita zamonnikida, shuning uchun lekin janri bir xil. O'ziga xos, mayli, revolyutsiya taraf bo'lamiz. Tog'lik kuyov. Tog'lik kuyov yoki masxaraboz? Tog'lik kuyov. Tog'lik kuyov yoki Abdullajon? Abdullajon. Abdullajon yoki kelinlar qo'zg'aloni? Abdullajon. Abdullajon yoki shaytanat? Shaytanat. Shaytanat yoki shumbola? Shaytanat. Shaytanat yoki mahallada duv-duv gap? Shaytanat. Shaytanat yoki osmondagi bolalar? So'ngiz. Shaytanat. Shaytanat. Qizib oldingizmi aka? Endi birinchi bosqichga o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, birinchi bosqichga o'tamiz, marhamat. Demak, birinchi bosqichga o'tamiz. Avvalgi sonlarimizda Dilnoyoz aka juda chaqqonlik bilan topgan edi. Shu rasmda 3 ta aktyor bor. Shu uchala aktyorni ko'rib bitta kinoda o'ynagan. O'sha kinoning nomini topishingiz kerak. Mana birinchisi hind kino, marhamat. Deepika Padukone, Rani Mukherjee, Hrithik Roshan. Uchalasi qaysi kinoda o'ynagan? Sizga bitta yordam beraman. Bular epizodda o'ynagan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda bosh aktyor rol o'ynagan odam bo'lmasligi mumkin. Om Shanti Om desam, Hrithik Roshan menimcha u yerda yo'q-da. Chunki anaqasida. Balki bordir, eslab ko'ring. Taniqli bu yerda, taniq emas, taniqli filmlar qo'yganman. Epizod bo'lsa Om Shanti Omni hammamiz ko'rgan, shunaqa, lekin boshqa epizodni kinolarda ko'rmagan. Om Shanti Om. Boshqa variantingiz yo'q? Orqasida javobi bor, shunda ochib ko'rasiz. Agar qaroringiz qat'iy bo'lsa, Om Shanti Om to'g'ri. Ana u joyda-ku. Keyin kinoga o'tamiz. O'zbek kinosi, marhamat. Shahzoda Muhammedova, Iroda Nosirova, Ubaydulla Omon. Mana qiyin edi lekin. Eski kinolardan. Iroda Nosirova. Menimcha sanoqli kinolarda o'ynagan Iroda Nosirova aktrisamiz. Hozir o'ynamayaptilar menimcha. Kimni o'ylaysiz? Qaysi filmni o'ylaysiz? Bu yerda bosh aktyor yo'q, yana aytaman. Bu Tofolasi anaqa. Adashmasam adashar ekanman-da. Miyalarni masaj qilyaptim. Dilnozaga shunaqa dedilar o'tgan sonda. Miyalarim urushib qolyapti. Aktyor yo'q. Bosh aktyor menimcha anaqa Umid Iskandarov bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Siz qarang, bironta fora bering-da. Men endi bu necha yil siz ham yana bularni Instagramda olgansiz-da anaqasi. Umid Iskandarov yo'q.
Hozir kinodagi rolidan, epizodidan qo'ysam, sirasi topib olishingiz aniqda. Shuning uchun oddiy rasmidan qo'ydim. Buni topaman. Orqasida javob bor, shag'al bergan bo'lsangiz. Ko'rganmisiz? Omad. Ular Bobur Yo'ldosh, Bobur akam anaqa bosh- chima, bularni Ubaydulloh Monchi. Zo'r kino lekin. Keyingisiga o'tamiz, yana o'zbek kinosi. Taniqli Adiz Rajabov. Aka ukami, aka uka shunaqa janri qanaqa? Janri triller desak ham bo'ladi. Mayli, sizga yordam. Bu serial so'nggi yillarda chiqqan serial. Aybsiz. Juda katta yordam berib qo'ydim. Orqasida Yo'q, javob bor. aybsiz. Orqasida javob bor. Aybsiz to'ppa-to'g'ri. Murod Nasimov. Yordam berib qo'ydim-da. Keyingi. Shunda taxmin qilib turuvdim. Keyingi film bunga yordam bermagan lekin. Qiyin. O'rtadagi opa qiyinlashtirar ekan. Epizod bular epizod desak ham bo'ladi. O'zbek filmimiz eski bizga yoqadigan yordamsiz. Panoh. Aniq javob shu. Qarab ko'ring. Panoh. Bitta Jahongir Poziljonov ham epizodda o'ynaganlar. O'sha ikkinchi Johir Zokirov anaqa da. So'nggisi, endi chet el kinosi so'nggisi. Marhamat. Chet el kinosi. Xo'p, bu serialmi, kinomi? Kino. Sizga yordam. Kino, chet el filmi. Nicole Kidman, Patrick Wilson, William Dafoe. Birinchidagi aktyorimiz Patrick Wilson ko'proq horror filmlarda o'ynaydi. Kamdan kam oddiy filmlarda o'ynash mumkin. Janglar. Qaysi film deb o'ylaysiz? Menimcha ko'rgansiz, ko'rmagansiz ham. Endi bilasizmi, men bitta odatim borda, har kun bitta triller ko'raman, har kun. O'shan qo'yib uxlayman yoki anaqa. Xo'p, lek uchalasini jamla olmayman. Nomini primerni nimani atrofida qurilgan? Yordam beraveram. Buni lekin topa olmadim. Ochib ko'rasiz orqasini. Aquaman. Ko'rganmisiz? Siz qarang, bitta giroyni qo'ying. Albatta ko'rganman. Bosh rolda necha million dollar pul topganini ham bilaman buni. Agar bosh rolni qo'ysam, siz topa olasiz. Hozir bu yerda mana onasi bo'lib chiqadi, akasi ustoz bo'lib chiqadi. Qancha bu grimlardan yo'q ekanda. Bular chunki uchalasi juda ham ko'p filmda o'ynagan bo'lishi mumkin. Siz ham ko'rmagansiz. Ay ko'rsatib yo'qotdim. Albatta. Demak, ikkinchi bosqichga o'tamiz, marhamat. Endi ikkinchi bosqichimizni boshlaymiz. Taniqli filmlardan, seriallardan, multfilmlardan soundtracklarni eshitiraman. Siz topishingiz kerak. 10 ta. Tayyor bo'lsangiz, birinchisi. Ostondan boshlaymiz. Nahotki. Yo, ustida turing. Qo'ying yana. Tilim uchida turibdi, yetolmayman-da. Sohibjamolov maxluq. Aniq javob shu? Adashmasam shunaqa. Yo'q. Harry Potter. Ha. Harry Potter yaqinda O'sha anaqa u multfilm bilan saroylar narsalar. bugun yangi treyleri chiqdi Harry Potterni. Ha, ko'rdim. Qishda chiqadi. Xudo xolasi ko'rdim. Keyingisiga o'tamiz, marhamat. Bu kompozitorlarni topa olmaydigandan qo'yapsiz. Yo'q, taniqli. Karib dengiz qaroqchilari emasmi? Aniq javob shu. Yo'q. Menimcha shu. Asosiysi emas-da, lekin shu Aniq javobingiz? anaqaga ketadigan joylarniki o'xshaydi. Karib dengiz qaroqchilari? Yo'q. Ketaversa. Taxtlar o'yini. Game of Thrones. Shunaqa. Keyingisiga o'tamiz. So'nggi yillarda. Qarang, zato qarang, men anaqasini birga topyapman, to'g'rimi? Nima desam bo'ladi? Janr bir-biriga yaqin. Janr emas, O'xshash film. Davrlar. Keyingisiga o'tamiz. Voy, hozir. Kirib ketyapti. Taniqli serial. Sizga yordam. Главный soundtrack emas lekin. Главный soundtrack. Aynan shu qo'shig'i soundtrack tanilgan. To'xtagan so'zni eshitib oldim.
Sizga yana yordam. Shu yillarda oxirida, boshida so'nggi sezoni chiqdi, 5-sezoni. Serial man Bumajni dom ko'rganman, Bunker de Lebagachi ko'rganman, keyin Побеги из тюрьмы, Game of Thrones. Lekin tanishmi? Ha. Men shu yaqinda chiqmadimi oxirgisi? Oxirgisi yaqinda chiqdi. Emas. Yana bitta yordam bolalar asosiy personaj. Yosh bolalarmi, kattalarmi? Yosh bolalar. Yoshligida o'ynab katta bo'lgan. 5 sezonli serial. Orada yillar pauza bo'lgan. Oxirgi sezoni chiqdi, tugatildi. Balki ko'rmagandirsiz, bilmadim. Yo'q. Strangest g'alati ishlar. Bo'l. G'alati ishlar. Sal kichikroq bo'lib qoldim bugun endi. Dachada oldim. Keyingiga o'tamiz. Sizga yordam qo'yishdan oldin multfilm. Aha. Ketdi. Siz qarang, u ani главный soundtracklarni qo'ymayapsiz-da. Главный soundtrack, mashhur, taniqli soundtrack. Ozgina yordam bering, tilim ichida turibdi. Anaqasi, tematikasini. Anaqa, mashinalar haqidagi anaqa nima ko'zim anaqa bo'ladi. Nomi. Voy. Biz yaqinda shu Amerikada o'shani olingan joyda mo'ljal qilib turdik, syomka qilamiz, xudo xolasa, keyingi kinoyimizda. Chaqmoq McWay'mi? Chaqmoq McQueen ko'rganmiz. Yo'q, ko'rganman. Ko'rgan. Просто ancha ko'rganman. Ismlariga fanat bo'lib, kechirasizlar dachani. Lekin anaqasini topdim, bundoq ko'zlari anaqalari bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Multfilmmi bu? Serial. Yo'q. Merlin. Qaraydi, men triller psixologik horror oladigan odamni Merlinni birinchisi unisini ko'rganman. Unisini qo'yganini topardingiz. Balkim, lekin unisini ko'rganman. Keyingisiga o'tamiz. Bu o'zbek kinosi. Ham topasiz. Sevara Nazarxonova. Sevara Nazarxonova. Hozir bitta ishda anaqasini. Keladi hozir. Kimlarnidir hasrat yengadi. Men toparman iroda. Javob bormi? Sevara Nazarxon bir kam dunyo emasmi bu? Yo'q. O'sha kinoda asosiy musiqalardan biri. Eski o'zbek kinolari. Ko'rgim kelar sizni negadir. Ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot ko'klarida Hozir epizodni eslovali hozir. Boyagina aytib o'tdik. Eski filmlar haqida ro'yxat qildik. O'shanda aytib o'tdik. Omadmi? Yo'q, omad emas. 4 ta bola bo'ladi, ya, mayli yordamsiz. Osmondagi bola. Osmondagi bolalar, to'ppa-to'g'ri. Keyingisi tez. Menimcha bu film Interstellar. To'ppa-to'g'ri. Mana ko'rdingiz, Nolan, Cameron, nagalar yetingmaydi. Keyingisi. Nima bu? Multfilm? Yo'q, kino. Marvel kompaniyasi ishlab chiqargan. Deadpoolmi? Yo'q. Mstители. Yo'q. Человек-паук. Yo'q. Marvelni hammasini chiqdi hozir. Topamadingiz? Rosomаха. Guruh bo'ladi. Mstители qahramon. Yo'q. Galaktika qaroqchilari. Ya, uni ko'rmaganman. Keyingisi, menimcha topasiz buni. Topganlarni qo'yingda faqat. Hozir aytib o'tdingiz. Karib dengiz qaroqchilari? Yo'q. Hozir. Mstитель. To'ppa-to'g'ri. Qazoskorlar 18-dekabr, qazoskorlar qiyomat kuni. O'tamiz. Keyingisi oxirgisi. Человек-паук.
Ko'rib qolishsa. Yo'q, nima ko'rib qolaman? Videodan qo'ying. Chelik Baukten Chelik Bauktengisini o'zim kutyapman. Bitta joyi qiziq. 31-iyul. Bundoq tushganda eng grafikani qiyin turlari bor. Komiksdan olishgan menimcha. Mayli nimada olib. Men qurtga aylanib anaqa. Qilishi bor-ku, grafikada simulyatsiya degan narsa bor-da, uni realizash. Bundoq tushganda men bittadan bundoq qilgan-ku, o'sha joy yoqdi menga. To'r qilgan. Keyin hech qachon qilmagan kadrni qo'yibdi o'sha yoqda, ko'zini ichidan, shahar ichida. Venom manaqasi qolib ketgan edi-yu oxirida. Endi baribir kimdir ijod qiladi uni. Bu dunyoda hech narsani o'zingiz noldan yarata olmaysiz, hech kim. To'g'ri. Kino o'g'irlik deydim, boshqa olib birga bir qilsangiz ham o'xshata olmaysiz. Chunki uni boshqa odam qilgan bo'lsa, buni siz harakat qiladi, kimdir nimadandir ilhomlanadi. Shu Ikkinchi bosqich tugadi, endi uchinchi bosqichga o'tamiz, marhamat. Endi tayyor bo'lsangiz, sizga o'zbek aktyor aktrisalarni yoshligidagi rasmini ko'rsataman. Siz topishingiz kerak, orqasida javobi bor. Marhamat. Javohir Zokirov. Aniq. To'ppa-to'g'ri Javohir Zokirov, keyingisiga o'tamiz. Men onam men bunaqa ko'rinishni tanimayman. Ya bu sal Javohir Zokirov kattaroq edi. Kattaroq variant. Aktrisa. Hozir menimcha kinolarda o'ynamayapmiz. Zarina Nizamidinova. Yo'q. Shahzoda. Shahzoda Muhammedova. Opa o'ynab turibdi. Menimcha sizga yaqin odam. Javlon Shodmonov. To'ppa-to'g'ri. Javlon Shodmonov, to'ppa-to'g'ri. Yaqin demasi, juda yaqinlar-yu, yaqin demasangiz ham men baribir lekin Shahzoda Muhammedova o'zi ham tanimasa kerak hozir. 5 yoshli Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Biratda Alisher akani anaqa kinolarda maza qilgan yoshligida o'ynagan bizda. Chegarada olingan bitta kinolari bor. Dadalar rahmatli bilan o'ynagan. Ismi esimda yo'q kinoni. O'sha durbinda ko'rib qoladi. Chegarachilarmi, sardormi, xullas. Sardormi, chegarachilarmi shunaqa. Keyingi o'tamiz. Bo'ldi, aka qaytarib Jahongir Poziljonov. Holidan bilan turibdi akani. Boshqa odam yoshligida bunaqa rasm tushmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Bularni yonchi topdik. Zarina Nizamidinova. To'g'ri. Keyingisi. Bularni ham ma'lum. Ulug'bek Qodirov. Qiz bola-ku bular. Nargiz opa Abdullayev. To'ppa-to'g'ri bu. Endi sirqasini ko'rmay, xollar bor. Bularni ham topdingiz. Aniq. Men urib o'ldirsalar kerak topa olmasam, Bobur Yo'ldoshev. To'ppa-to'g'ri Bobur Yo'ldoshev. Keyingisi. Mana shu topa olmaysiz buni. Aniq. Nega? Aktrisa. Yana spoiler bering. Hozir menimcha kinolarda o'ynamayapti. Umr yo'ldoshlari mayli qo'shiqchi. Sevara Soliyeva desam, ma'murning turmush o'rtog'imi? Yo'q, ochib ko'ring. Yo'q, to'xtab turing. Eri qo'shiqchi, erining ismi. Turmush o'rtoqlari. Buni qarang. Taniqli qo'shiqchi. Buni qaranglar-da, shu qizni o'zi ham tanimaydi hozir borsa. Eringning ismi mana shunaqa desam, menimcha tanimaslik kerak. To'xtang, men topay ko'zga issiq lekin. Yana bitta spoiler bering, endi bular xafa bo'lmasin, endi topaman. Kinoning nomini aytaman, topa olasizmi? Balkim. Hay qizaloq. Kenayim-ku. Chog'agam ayollari Asal Shodiyeva. Asal Shodiyeva, to'ppa-to'g'ri. Endi ancha o'zgarish bor-da. O'zgarish bor. So'nggisi marhamat. Akbar Xo'ja Rasulov. Aniq javob shu? Ha. Ochib ko'rasiz. To'ppa-to'g'ri. Akbar Xo'ja Rasulov. Ishlamaganman. Balkim nasib qilar, balkim nasib qilmas, lekin shu odam men uchun ancha afsona. Tugadi. Endi so'nggi bosqichga o'tamiz. Marhamat, sizga yoqadigan bitta keyingi bosqich. Xudo xolasa. So'nggi 4-bosqichga o'tamiz. Sizga kinolardan kadr beraman. Kinolardan. O'sha qaysi kinoligini topishingiz kerak. Davay. Randomniy kadr bu. Chet el kinolari ham bor. Birinchisi marhamat. Chet el seriali bu. Serial sizga yordam. Koreyskiligi menimcha aniq. Aniq. Damas. O'zbek seriali bo'lmasa kerak menimcha. Koreysk. Bu o'zbeklarnikimi, koreyanikimi bu? Serial. Ha. Chet el deylik. Koreya ham chet elga kirib ketsa kerak.
Manimcha ko'rgansiz. Tomoshabinlar bunacha kinoni olgan odam ham bu joyni eslab qololmagan. Lekin mana shu joyi ko'p muhokama bo'lgan Instagramda. Men bilasizmi, men muhokamalarda uzoqroqda yuradigan odamman. Hammani ishiga burnimni tiqavermayman. Endi shu Keyin meni ko'p narsa jalb qilish ozgina muammoloq. Haqiqiy bir katastrofalar jalb qilmasa, Menimcha bu film juda kassaba bo'lgan. Netflixda ayniqsa sizga yordam mana. Netflixim bor uyda, ko'raman, lekin Serial. Игра kalmar. Aniq javob shu. Ha, Ochib ko'rasiz. boshqa anaqa. To'g'ri. 3-sezonda. Damas. Keyingisiga o'tamiz. To'g'risini aytayim, birinchi sezonni ko'rganman faqat. Yo'q. Ko'rdingizmi? Topdimda, zehnim o'tgan. Sizga yordam o'zbek kinosi. Eski nostalgiya filmlaridan. Buni qaranglar buni. Kimni aka menimcha Agar ko'rgan bo'lsangiz topishingiz kerak. nostalgiya bo'lsa. Eslab o'tdik ko'rsatuvda. Abdullajon. Aniq javob shu. Da, menimcha Abdullajon. Ochib ko'rasiz. Toppa to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Hind filmi sizga yordam. Ochib ko'rmoqchi bo'lman sizga. Hind filmi. Bu o'zimiz bratlarga o'xshaydi. Epizod. Goho shodlik, goho g'am bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Aniq javob. Shu ochib ko'ring. Kabi xushi, kabi g'am to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Qarang, lekin buni bor. Buni ham rejissyor ham eslolmaydi mana shu odamni. Hozir ko'rsatsangiz. Lekin topdim, tagu stilistika. Bu nima bu aka? Nima bu? Xaritami bu nima? Mashhur kinolardan. Eskimi, yengimi? Eski menimcha. Gaplashib o'tdik ko'rsatuv davomida. Franshiza. Harry Pottermi? Aniq javob shu. Nimaligini bildingizmi o'zi? Tagu olovli yana Olov, yuz chiqib turibdi. Ochib ko'rasiz. Harry Potter alanga kubogi. 4-qismi. So'nggisi menimcha uni topishingiz qiyin bo'ladi. This is my film Dacha. Inspired. Aniq javob shumi? Mana poyga bo'lishi mumkin o'zbek kinosi. Qarang. Bu menimcha Shutter degan bir ikkita narsalar bor-da, akamlar tushunadi. Dacha filmidagi Inspire kamerasi kim bilan olganini aytaymi? Sardor aka bilan Burxon aka ikkita odam boshqargan. O'zbekiston ko'chalarimi, Toshkent ko'chalari. O'zbekiston Severniy vokzal tomon, Sevimliga yaqin. Mana bu yoqda. Mana. Yo'q, mana. Mana bu tomon, shundoq o'zi. Dacha. To'g'ri, Dacha. Topdim. Keyin shu o'rinda bitta narsa aytib ketay. Ko'pchilik tomoshabinlar film nima haqida yo'q, ko'pchilik Xiyonat kechirilmaydi degan. Ko'pchilik o'ylayapti, fahsh narsalar o'tda yo'q. Filmning tagidagi ma'nosi jamiyatdagi parazitlar. Bizning jamiyatimizga kerak bo'lmagan odamlarni qilmishiga yarasha javobini olish. Uni har xil turda olish mumkin odam. Kutmagan joydan, shu o'lim kutmagan joydan keladi deydi. Agar kimda kim yo'q bizning jamiyatimizga shunaqa birov haqqini yeydigan, birovni aldaydigan, birovni unaqa qiladigan odamlar kerak desanglar, men noto'g'ri ish qilganman. Lekin meni nazrimda kinoni tegidagi ma'nosi u jamiyatdagi parazitlarni hayotda yo'qotish. Shuni aytib qo'yay dedim, chunki bizda ko'pchilik faqat kadrni o'zini ko'rib muhokama qiladi. Kadr oddiy bitta element rang ham ko'p narsani gapiradi. To'g'ri. Shunaqa. Men unga rahmat qo'shganingizga. Ko'rsatuvimiz aka sizga yoqdimi qalay? Albatta, zo'r. To'g'risini aytsam, hozir ko'rsatuv kelguncha juda ham nastroyeniyam, asabim buzildi. Lekin shu yerga kelib o'tirib siz bilan suhbat boshlaganimdan keyin boshqacha kayfiyatga o'tdim. Sababi ijodkorni hurmat qilib chaqirdinglar, hurmat ko'rsatyapsizlar. Biz yana ishlagimiz keladi. Faqat bizga negativ yog'diraversa, boshqa qilaversa, biz ham ishlagimiz kelmaydi. U puli muhim emas, ijodkor u bilasiz, o'zining dunyosi bor. Shuning uchun ochiqligi, keyin bu joydan kadr olib qo'yishlaringiz yoqdi menga. Uni lekin film ijodkorlari ham bilmadi. Keyin men o'zim umuman chiqib institut o'qimagan rejissyorman-da. Keyin men bir xil odamlarga o'xshab shuni tomoshabinlarimizga aytib qo'yay. Bir xil rejissyor yoki bir xil ijodkor bo'ladi, juda ham ko'p nomlarni,
juda ham ko'p rejissor, juda ham ko'p hamma narsa eslab yuradi-yu, meni hayotda yashash prinsipim boshqa. Men o'zim keraklisini miyamga olib qolaman, chunki bu terabaytda qachondir to'lib qoladi. Shuning uchun ko'p narsani nomlarini eslay olmasligim mumkin, lekin konkret o'zimga yoqqan joylarini eslab qola olaman. Yana bitta savol, siz o'zingizni klip maker deb hisoblaysizmi? Men to'g'risini aytaymi? Men o'zim hech kim emasman deb hisoblayman. O'zim men faqat shu kasbimni sevuvchi, kasbimni yaxshi ko'ruvchi inson deb hisoblayman. Hech qaysi olgan ishimdan hech qachon mamnun bo'lmaydigan odamman, lekin dachada unaqa emas. Dachada xudo xolisa. Bundan ham zo'r qilib olishim mumkin, lekin o'zim yaratgan sharoitda undan Xudo xolisa aprelda premyera kutib qolamiz. Inshaalloh aprel oxirisida. Netflixda ham balki xudo xolisa, Allohga olsam biz harakat qilib Oskar olishini ham kutib qolamiz filmimiz. Keyingi kinoyimiz mana hozir aytib ketish iloji bo'lsa, keyingi kinoyimizni Amerikada syomka qilish niyatidamiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar. Birinchi filmimiz qo'llab-quvvatlasanglar, o'zbek kinematograflari Amerikada o'sha Makvenni yo'lida biz syomka qilish. Klip mavzusi yana bitta anaqa Yorqinxo'ja Umarov, G'aybulla Tursunov telbaman, ey yor. Juda amerikanskiy qilib ishlangan, kino qilib, yana shunaqa qachon yana mashhur san'atkorlardan klip. Hozir shu kecha kunduzda juda ham ko'p taklif bor. Sabab men o'zim rad etyapman. Sababi menda bu endi ikkinchi kinoyim, o'zimni birinchi kinoyim. Birinchi Shohruxxon, Xonsaroy bilan musiqa bu sevgini olganimizda Munisa Rizayevani o'zlari yozganda men chunki menda bunaqa odat borki, pul uchun ishlamayman, deyman. Yaxshi gonorar olaman, xudoga shukr. Lekin u menga ishonyapti, men shuni oqlashim kerak deb. Hozir kunda ham 5 ta 6 ta shu G'aybulla Tursunov prodyuserlaridan yana bor. Lekin avval dacha. Avval dacha, keyin Gavay orollarida ozgina bor dam olib kelib, ishlaymiz xudo xolisa. Kutib qolamiz aka. Rahmat kelganingiz uchun. Sizga rahmat. Dasturimizdan so'ng sizlarni kino premyera kuttiribdi. Bizdan uzoqlashmang. S Music telekanali Cinemedia dasturi ko'rganda ko'rishguncha. Ovoz yaxshi bo'lsa 10 taga chiqadi. Kirib mehmonimiz e'lon qilganda keyin bu yoqdan o'pishik anaqa qo'raman. Barchaga salom. Shundan ham o'chib qol. Hozir bitta oxirgi savol, keyin bu yoqqa o'tib ketamiz. Yo'q, aylanaveradi, pafsor qo'yib qo'ying. Ko'pchilik kommentariyada negativ ham. Nima qilaman? Kimlar topamanmi? 3 ta aktyor bitta kino, qaysi kinoda o'ynaganini topishingiz kerak bo'ladi. Avvalgi savollarimizda Dilniyoz G'afforov juda chaqqon bilan o'zi asosan turib prosta e'lon qilaman yangiliklar, prosta bir-bir. Beglarim rasmiy. Hum Shantyonda Xritik Roshan yo'q mana. Ani oxirida taqdirlash marosimida kelishadi-yu, ani hammaga otasi ham intervyu beradi. Nima deysiz? Meni kinoyimdan ham o'ta yomonni qo'yibsiz-da. Yo'q, qidirdim-da, atini qo'ying. Keyingisi menimcha topfalas, o'zbek. O'chib qoldi. Aytib qo'yavermadingiz-da. Aka nechinchi yilsiz? 94. Bilib, biz ham davrimizda bo'lganda u. Ani очень странные дела. Shunaqami anaqasi? Stranges, nima? Ya bilmayman. Yo'q, boshqa. Mana yana boshlab qo'yaman. Yo'q, siz mana shu dinamikni joyini qo'ying. Rahmat aka. Charchab. Charchab.